Assalomu alaykum, qadrli Energy kompaniyasining YouTube kanali kuzatuvchilari. Men Sherzod Saydaliyev, 14 yillik tajribaga ega bank mutaxassisi. Bugun sizlar bilan quruvchi tashkilotlar tomonidan yangi xonadon sotib olishda taqdim qilinayotgan to'lov usullari haqida suhbat quramiz. Bu mavzuni yoritib berishda menga Energy kompaniyasida Energy Finance boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor G'ulomxo'jayev yordam beradi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugungi kontentimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Agar siz yaqin kunlar ichida yangi xonadon xarid qilishim kerak, qaysi to'lov usulidan foydalanishim kerak va ishonchli quruvchini qanaqa izlab topishim kerak va shu kabi savollar sizni qiynayotgan bo'lsa, men aniq bilaman bu kontent sizga albatta foydali bo'ladi. Bevosita mavzuga o'tishimizdan oldin albatta videoga like bosib qo'ying. Like bosgan bo'lsangiz, demak kontentimizni boshlaymiz. Baxtiyor, bugungi kunda O'zbekistonda qurilish kompaniyalari tomonidan qanaqangi to'lov usullari taklif qilinmoqda? Shu haqida umumiy gaplashsak, keyin sekin-sekin har bitta savolga batafsil to'xtalishni boshlaymiz. Xo'p, bugungi kunda novostroykadan uy sotib olishda asosan 3 xil to'lov usuli ko'p uchraydi. Ular nima? Birinchisi bu uyga 100% to'lov qilish, ikkinchisi bu рассрочка, uchinchisi ipoteka krediti shartlari asosida xonadon xarid qilish. Tushunarli. Bugungi kunda Energy kompaniyasida yangi xonadon sotishda shu uchala to'lov usulidan foydalaniladimi va murojaat qilgan mijozlarga aynan qaysi to'lov usuli to'g'ri kelishi qanaqa qilib aniqlanadi? Shu haqida batafsil ma'lumot berib o'ta olasizmi? Ha, usul tanlashdan oldin har bir mijozni moliyaviy holatiga baho berish kerak. Agarda mijozda 100% to'lov mavjud bo'lsa, albatta biz 100% to'lovni tavsiya etamiz. Agarda 100% to'lov qilishga imkoniyati mijozni bo'lmasa, unda рассрочка yoki ipoteka taklif qilamiz. Bugungi kunda Energy kompaniyasida uchala to'lov usuli mavjud. Ko'pchilik yangi xonadon xarid qilayotgan mijozlarda savollar uchrab turadi. Men yangi xonadon xarid qilish uchun shartnoma imzoladim, bo'ldi, menda boshqa xarajatlar bo'lmaydi degan qarashlar mavjud. Shunga ham bitta oydinlik kiritib o'tib ketsak. Bugungi kunda Energy kompaniyasida qo'shimcha xarajatlar mavjud emas, faqatgina shu loyiha oxiriga yetganda notarius va kadastr xarajatlari mijoz tomonidan to'lanadi. Tushunarli. Keling endi har bitta to'lov usuli haqida batafsil gaplashishni boshlasak va birinchi bo'lib 100% to'lov haqida gaplashsak. 100% to'lov deganda bu nima va buni mijozlarga qanaqangi foyda va zararlari bo'lishi mumkin? 100% to'lov bu juda yaxshi to'lov usuli hisoblanadi. Negaki degan savolga javob, bu 100% to'lovda mijoz qo'shimcha chegirma va bonuslarga ega bo'ladi. 100% to'lovning afzalliklaridan yana biri bu mijoz oyma-oy qancha to'lashim kerak, vaqtida to'lamasam kompaniya tomonidan qo'shimcha qanaqadir jarimalar, penyalar qo'llanadi degan narsalarni o'ylab o'tirmaydi. Yana 100% to'lovning yana bir afzalligi bu ehtiyoj bo'lganda uyni xohlagan payti sotib yuborishi mumkin mijoz. Va biz bilamizki, bugungi kunda tendensiyaga qaraydigan bo'lsak, yildan yilga uy-joylar narxi faqat va faqat oshib bormoqda va bizning xalqimiz o'rtasida uy-joyga qilingan investitsiya eng ishonchli va keng tarqalgan investitsiya turlaridan biri hisoblanadi. Xo'p, pluslar haqida gaplashdik, endi minuslar haqida gaplashsak. 100% to'lovi mijozga nisbatan qanaqangi minuslari bo'lishi mumkin? Endi mijoz xonadon xarid qilishdan oldin birinchi navbatda kimdan sotib olayotganiga katta e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Qaysi quruvchi tashkilot, uni tarixi qanaqa, loyihalarni vaqtida topshirganmi degan narsalarga javob topgandan so'ng xonadon xarid qilish kerak deb o'ylayman. Minuslaridan biri bu kompaniyani bankrot bo'lib qolishi yoki qurilish to'xtab qolishi. Agarda qurilish to'xtab qolsa, mijoz o'z pullarini qaytarish qiyinlashib ketadi va qaytara oladimi degan savolga javob yo'q. Gapingizga qo'shilaman va oxirgi payt afsuski ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p uchrab turibdi. Firibgarlar tomonidan ko'plab yangi xonadon xarid qilgan mijozlarni aldab, uyini o'z vaqtida topshirmasdan yoki qochib yurganlar juda ham ko'p uchramoqda. Bu afsuski bu ko'pchilikni zararga ishlamoqda va biz bilamizki, moliyaning eng asosiy qoidalaridan biri pul har doim harakatda bo'lishi kerak va pulni chaqirish kerak degan joy bor. Bizani agar keysda ko'radigan bo'lsak, agar qurilish oxiriga yetmaydigan bo'lsa, bu na bir xonadon xarid qilgan odam na bir pulini ola oladi, na bir uyga ega bo'la oladi va uy olmagandan keyin na bir uni sota oladi. Va afsuski
shunaqa bir firibgarlarga uchrab aldanib qolish ehtimoli bo'lishi mumkin. Va shu joyda yana bir qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Agar siz ishonchli qurilish tashkilotini qanaqa qilib izlab topish mumkin va Baxtiyor aytib o'tganidek, uni avvalgi loyihalari qanaqa topshirilganmi yoki yo'qmi, loyihalarni holat haqida ma'lumot olish niyatingiz bo'lsa, Qurilish va uy-joy kommunal vazirligi tomonidan shaffof qurilish axborot xizmati yo'lga qo'yilgan va u yerda qurilish tashkilotining INNSini yozib va uni barcha loyihalar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Baxtiyor, keling endi keyingi to'lov usuli haqida gaplashsak va bu rassrochka. Xo'p, rassrochka bu nima? Rassrochka bu xaridor va qurilish kompaniyasi o'rtasida shartnoma imzolanadi va shu shartnoma shartlari asosida to'lov ma'lum muddatlarga bo'lib amalga oshiriladi. Tushunarli. Bugungi kunda Energy kompaniyasi tomonidan qanaqangi turdagi rassrochkalar taklif qilinmoqda? Shu haqida ham bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Bugungi kunda Energy kompaniyasi tomonidan mijozlarga turli xil rassrochka turlari taklif qilinmoqda. Minimal talablar qanaqa? Boshlang'ich badal 30% mijoz shakllantiradi va ma'lum bir muddatga rassrochka rasmiylashtiradi. U muddat loyihani kadastr hujjatlari chiqishiga bog'langan bo'ladi. O'rtancha bu 24 oyga rasmiylashtiriladi. Demak, Energy kompaniyasi tomonidan o'rtacha 24 oygacha rassrochka taqdim qilinmoqda. Shunaqa. Yana ko'p uchraydigan savol bor rassrochka haqida. Rassrochka rasmiylashtirishda qanaqa hujjatlar talab qilinadi? Shu haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsak. Rassrochka rasmiylashtirish uchun bizda faqatgina pasport evaziga rasmiylashtirish imkoniyati bugungi kunda mavjud. Faqat pasport oldin bo'lardi-yu, daromadlarni tasdiqlash kerak, stajini tasdiqlash kerak. Mana shuncha hujjat taqdim qilinadi bir paytda. Unaqa narsa yo'qmi hozir? Yo'q, hozir unaqa narsalarga ahamiyat berilmayapti. Faqatgina shu aytib o'tganimdek pasport evaziga rasmiylashtirish imkoniyati bor. Bozor rivojlangani sari yanada qulay shartlar asosida turli xil to'lov usullari, demak, taqdim qilinib kelinmoqda va Energy kompaniyasi ham bu o'zini aksini topgan. Albatta, bu zamon talabi deb o'ylayman. Bundan oldingi to'lov usuli haqida gaplashganimizda, ya'ni 100% to'lovda Energy, xususan Energy kompaniyasi tomonidan turli xil bonus va skidkalar taqdim qilinishi haqida gapirib o'tgan edingiz. Nima, rassrochkada hech qanaqa bonus va chegirmalar taqdim qilinmaydimi? Rassrochka turida chegirma bonuslar taqdim qilinadi. Ularning summasi mijoz tomonidan shakllantirilgan boshlang'ich badalga bog'langan bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich badal qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p chegirma va bonuslarga mijoz ega bo'lishi mumkin. Minimal talablar bu 30%. 30% shakllantirgandan so'ng bugungi kunda 3% chegirmaga mijoz ega bo'lishi mumkin. Bu umumiy uy narxidan 3% chegirma qilinadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Demak, 30% boshlang'ich badal shakllantirsa, 3% bonusga chegirmaga ega bo'ladi mijoz. Shunda 100% to'lov qilsa qancha chegirma taqdim qilinmoqda? Yaxshi savol bo'ldi. Bugungi kunda Energy kompaniyasi tomonidan 100% to'lov qilgan mijozlar uchun 25% gacha chegirma va bonuslar mavjud. 25% gacha bu umumiy uy qiymatidan chegirib tashlanadi. Ha, uy qiymatidan 25% gacha chegirmalar mavjud. Juda ham foydali taklif ekan. Xo'p, endi tabiiy ravishda yana bir savol tug'iladi. Rassrochkada boshlang'ich to'lovi 30% shakllantirilganda 3% chegirma taqdim qilinmoqda deb aytib o'tdingiz. Bu faqatgina 3% gacha chegirma taqdim qilinmoqda bugungi kunda Energy kompaniyasi tomonidan yoki rassrochka uchun ham chegirma bundan ortishi mumkinmi? Ortishi mumkin, Sherzod aka. Bu mijozni boshlang'ich badaliga bog'langan. Ya'niki qancha boshlang'ich to'lovini mijoz ko'p qilsa, shuncha ko'p chegirma bonuslar olishi mumkin. Misol, agar mijoz 70% boshlang'ich badal shakllantirsa, rassrochka bo'yicha unda 9% gacha kompaniya tomonidan chegirmalar mavjud. Demak, rassrochkada ham yaxshigina chegirmalar taqdim qilinmoqda. Xo'p, Baxtiyor, keling endi ipoteka kreditlari haqida gaplashsak. Bundan oldingi savolda rassrochka haqida gaplashgan edik. Birinchi savolim, rassrochka bilan ipotekani qanaqangi farqi bor? Shu haqida ozgina gaplashsak. Xo'p, ipoteka bu nima? Ipoteka bu bank tomonidan taqdim etiladigan qarz. Odatda u uzoq muddatga bo'ladi va ma'lum foizga ajratiladi. Rassrochka bu yuqorida aytib o'tganimdek, qurilish kompaniyasi va xaridor o'rtasida shartnoma tuziladi va shartnoma asosida to'lovlar ma'lum muddatga bo'lib amalga oshiriladi. Rassrochka odatda qisqa muddatga bo'ladi, ipoteka uzoq muddatga bo'ladi. Yana bir farqi bu oyma-oy to'lovda bo'ladi.
ipoteka kreditida oyma-oy to'lov kamroq chiqadi. Nega? Chunki muddati uzun. Рассрочкада oyma-oy to'lovi katta bo'ladi va qisqa muddatga. Xo'p, рассрочка qisqa muddatga taqdim qilinadi deb aytib o'tdingiz va yuqorida savolga javob berganingizda 24 oygacha o'rtacha Energy kompaniyasi tomonidan taqdim qilinayotgani haqida ta'kidlab o'tgan edingiz. Endi ipoteka kreditlari haqida bugungi kunda qancha muddatgacha ipoteka kreditlari taqdim qilinmoqda? Ipoteka kreditlari bugungi kunda 20 yilgacha rasmiylashtirish imkoniyati bor. Demak, shuni hisobiga, ya'ni 20 yil degani bu 240 oy deb oladigan bo'lsak, 24 oydan 240 oylik to'lovi anchagina pastroq bo'ladi va shu jihatdan oylik to'lovga bog'langan, oylik daromadiga bog'langan va o'rta daromad oladigan mijozlar uchun aynan ipoteka krediti qulayroq hisoblanadi demak. Shunaqa. Biz bilamiz, ipoteka krediti banklar tomonidan ajratilinadi va ko'pchilik ham bankdan kredit ola olmaydi. Bunga sabab bankda o'zi tomonidan ishlab chiqarilgan scoring tizimi amal qiladi. Keling, hozir shu scoring tizimi haqida gaplashsak. Scoring bu nima? Juda ham qiziq mavzu bo'ldi. Scoring bu o'zi nima? Scoring bu bank tomonidan kredit olayotgan jismoniy shaxsni moliyaviy holati va risklarini baholash tizimi hisoblanadi. Scoring bu baholash bo'lsa, lekin biz bilamizki, ko'pchilik ham bu baholashdan, ya'ni scoring tizimidan ijobiy javob ola olmaydi. Keling, shu haqida ham gaplashsak. Asosan nima sababdan kredit olish uchun ariza topshirgan mijozlar scoring tizimidan ijobiy javob ola olmaydi? Kredit tarixi salbiy bo'lgan mijozlar scoringdan o'ta olmaydi. MIPdan, gazdan, svetdan, kommunal to'lovlardan qarzi bor mijozlar scoring natijalariga ko'ra kredit ola olmaydi va yana amaldagi kreditlari bo'yicha muddati o'tgan qarzdorliklari bo'lsa, scoring tizimi mijozga rad javobini beradi. Bankka murojaat qilishdan avval albatta hamma qarzlarni mijozga yopish kerak. MIP kommunal to'lovlarni to'lagan holda muddati o'tgan qarzdorligi bo'lsa, muddati o'tgan qarzdorligini yopgandan so'ng bankka murojaat qilish kerak deb o'ylayman. Shu joyda keling, bizning kuzatuvchilarimizga foydali maslahat berib o'tib ketsak, kredit tarixi bo'yicha. Aziz kuzatuvchilarimiz, yodingizdan ko'tarmang, bizda qonunchilik bo'yicha kredit tarixi 5 yilgacha bo'lgan muddatdagi sizni banklar va moliyaviy tashkilotlardan olgan moliyaviy qarzlaringiz bo'yicha ma'lumotlar jamlangan bo'ladi. Agar shu bugun kredit bo'yicha yoki moliya tashkilotlaridan olgan qarzingiz bo'yicha agar muddatini o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz va shu bugundan boshlab keyingi 5 yilgacha siz bank va moliya muassasalariga topshiradigan arizalaringizni xuddi shu bugungi kundagi muddati o'tgan qarzingiz, ya'ni 5 yilgacha saqlab qolinadi va bu sizni Baxtiyor aytib o'tgandek scoring tizimidan o'tish va scoring ball olishingizda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Baxtiyor, navbatdagi savol, bugungi kunda Energy kompaniyasi qaysi tijorat banklari bilan hamkorlikda ipoteka dasturlari bo'yicha ishlab kelmoqda? Xo'p, bugungi kunda Energy va Asaka Bank o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yilgan va ushbu hamkorlik doirasida siz uchun degan loyiha ishga tushgan. Shu siz uchun loyihasi haqida batafsil ma'lumot berib o'ta olasizmi? Siz uchun loyihasi juda ham qulay deb hisoblayman. Nega desa, bu loyihada siz katlavan davrida ipoteka kreditini rasmiylashtirish imkoniyatiga egasiz. U mahsulotga bo'lgan talablar minimal. Boshlang'ich badal minimal 15% ni tashkil qilishi kerak. 20 yilgacha kredit ajratilmoqda. Foiz stavkasiga to'xtaladigan bo'lsak, keling 500 million so'm misolida расчет qilib bersam. Katlavan davrida 500 million so'm 23% dan ajratilinadi. Kadastr tayyor bo'lgandan so'ng davlat resurslari tomonidan 420 million so'm 18% dan belgilanadi. Qolgan 80 million so'm bank o'z mablag'lari hisobidan 26% dan ajratadi. Bugungi kunda ko'pchilik banklar asosan kadastr chiqqan yangi xonadonlar uchun ipoteka kreditlari ajratadi. Demak, bu siz uchun mahsulotini eng asosiy fishkalardan biri, demak, kadastr chiqmasdan oldin, ya'ni katlavan paytida xonadon xarid qilish uchun ipoteka krediti olsa bo'ladi. Va buni kuzatuvchilarimiz uchun ta'kidlab o'tadigan bir eng asosiy plyuslardan biri, biz bilamizki, katlavan paytida uy narxi ancha arzon bo'ladi va vaqt o'tgan sari va ayniqsa kadastr chiqqandan keyin uy narxi
bir necha foizga oshishini o'zimiz mana guvohi bo'lib kelyapmiz. Demak, bu juda ham foydali takliflardan biri desak bo'ladi. Endi bu kredit katlamon paytida taqdim qilinar ekan. Hamma ham ola olmasa kerak bu kreditni, qanaqadir shartlari yoki qanaqadir mezonlari bo'lsa kerak. Kreditimiz ana Sherzod aka 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari rasmiylashtiradi. Rasmiy daromadga mijoz ega bo'lsa 15% boshlang'ich badal shakllantiradi. Rasmiy daromadga ega bo'lmagan mijozlarga ham ipoteka krediti rasmiylashtirish imkoniyati mavjud. U holatda mijoz 30% boshlang'ich badal shakllantirishi kerak. Demak, shu rasmiy daromadiga qarab faqatgina boshlang'ich to'lovida farq qiladi. Qolgan shartlari bir xil. Yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, ipoteka krediti rasmiylashtirgan mijozlar uchun 100% to'lov kabi katta chegirma va bonuslarimiz bugungi kunda Energy kompaniyasida mavjud. Juda ham zo'r. Keling shu bonus haqida ham to'xtalib o'tsak, necha foizgacha bonus taqdim qilinadi? Chegirmasi juda ham baland. Naqd to'lov kabi 25% gacha xonadonning qiymatidan bonus ajratilmoqda bugungi kunda. Demak, 100% to'lovda ham ipoteka asosida to'lov qilsa ham, shu xonadonning umumiy qiymatidan 25% gacha bonus taqdim qilinmoqda. Albatta. Baxtiyor, uchta to'lov usuli haqida batafsil gaplashdik. Bu 100% to'lov, rassrochka va ipoteka krediti asosida yangi xonadon xarid qilish haqida. Endi siz shu yo'nalishdagi mutaxassis sifatida o'rta hol daromad oladigan oilalar uchun qaysi to'lov usulini taklif qilgan bo'lardingiz? Bu juda ham muhim savol deb o'ylayman. O'rta hol daromadli oilaga men albatta ipoteka kreditini rasmiylashtirishni taklif qilgan bo'lardim. Nima uchun degan savolga javob oddiy. Katta chegirmaga mijoz ega bo'ladi. Qulay oyma-oy to'lovlar uzoq muddatga rasmiylashtiriladi va mijoz uchun bu juda ham bir foydali va manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Endi shu joyda bankir sifatida bitta savol bermasam bo'lmaydi. Ipoteka krediti rasmiylashtirgandan keyin mijoz shu muddatdan avval to'lov qilish imkoniyatiga ega bo'ladimi yoki yo'qmi? Bu savolga javob berish uchun har bir mijoz kredit shartnomani juda puxta va sinchkovlik bilan o'rganib chiqqandan so'ng imzolash kerak deb o'ylayman. Bizning hamkorlik doirasidagi qilgan loyihamizda muddatdan oldin to'lov qilish imkoniyati mavjud. Bu savolni bekorga bermadim. Chunki ipoteka krediti bilamiz uzoq muddatga ajratilganligi sababli bu yerda foizlar mavjud va foizlarni juda ham ko'p to'lamaslik va foizlardan ham qanchadir miqdorini yutish maqsadida agar mijozlarimiz muddatdan oldin ipoteka krediti uchun to'lovlar amalga oshirib borishsa, uyi narxi umumiy hisobda yana ham arzonroqqa aylanishi mumkin. Ipoteka kreditlari bo'yicha juda ham ko'plab ma'lumotlar, faktlar mavjud. Bu imtiyozli davr, to'lov grafiki, qachon muddatdan avval so'ndirish, to'lov grafikini qaysi sanada tanlash, muddatdan o'tkazib to'laydigan bo'lsa, bu qanaqangi oqibatlarga olib kelishi mumkin va hokazo va hokazo. Aziz kuzatuvchilarimiz, agar sizda ipoteka krediti bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa yoki ipoteka kreditini yana ham batafsilroq butunlay to'lov grafikidan tortib muddatdan avval so'ndirish va muddatdan o'tganda qanaqangi foizda hisoblanishi va umuman shu mahsulot bo'yicha yanada batafsil ma'lumot olishni istasangiz va qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring yoki Energy kompaniyasini aloqa markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Batafsil sizni qiziqtirgan hamma savollaringizga javob berib o'tib ketilinadi. Aziz Energy kompaniyasini YouTube kanali kuzatuvchilari, agar sizda Energy kompaniyasini loyihalari bo'yicha qurilish jarayonlari va shu kabi foydali ma'lumotlar qiziqtiradigan bo'lsa, albatta Energy kompaniyasini YouTube kanaliga obuna bo'ling va albatta ushbu videoga like bosib, izohlarda yuqorida ko'tarib o'tilgan mavzular bo'yicha savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Barchasiga qo'ldan kelgancha javob berib o'tamiz va shu kabi kontentlar doimiy chiqib borishini agar istagini bildiradigan bo'lsangiz, bu haqida ham albatta yozib qoldiring. Shu kabi foydali ma'lumotlar bilan siz bilan bo'lishishda davom etamiz.